Assalamu alaikum, hurmatli No'qat Xabar 24 kanal katılımcıları. Benim подписчикlerim bugün 14 fevral 2023 yılı biz erteminden No'qat şaharına geldik. Kurslarla tanışacağız. Hurmatli tuğanlar, kurslar şükrettir. Kapap etmеңіздер. Dolayısıyla götürüp kalaşı mümkün. Hazır biz hazır kampanya Kapital Bank'a geldik. Kapital Bank'tan alıp koşacağız. Bizden alsaylar koş komentar yazıp koşacağız. Hurmatli tuğanlar, Kapital Bank'a geldik. Kapital Bank'ta 87 so'm, 16 tiyın dollar, 90 so'm 6 tiyın euro, 1 so'm 17,5 tiyın rubl ekan. Hurmatli tuğanlar, rubl sal tushib ketdi. Az boshqa bankka borasiz, boshqa bankda qanday ekan shu yerda ko'rishamiz. Hurmatli tuğanlar, Kırsan Bank'ta 87 so'm 20 tiyın dollar, 90 so'm 50 euro, 1 so'm 17,5 tiyın rubl ekan. Hurmatli tuğanlar, qarangizlar. Bu yerda da shunday ekan rublchi. Hurmatli tuğanlar, hozir biz Ekoslom Bank'a geldik. Ekoslom Bank'ta 87 so'm 16 tiyın dollar, 90 so'm 50 tiyın euro, 1 so'm 17,5 rubl ekan. Hurmatli tuğanlar, qarangizlar. Hurmatli tuğanlar, Finka Bank'a geldik. Finka Bank'ta da shunday ekan, qarangizlar. 87 so'm 16 tiyın dollar, 94 so'm euro, 1 so'm 17,5 tiyın rubl ekan. Hurmatli tuğanlar. Hurmatli tuğanlar, shu bilan No'qat Xabar 24 kanali sizlarni qo'shishadi. Doimo tinch bo'linglar, omon bo'linglar. 14 fevral kundagi kurs o'yishini oyoqlari ko'tarilsa aytib qo'yamiz. Bizdan rozi bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar.